Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun noyabr, dekabr oyiga umra safarlarining narxi qancha bo'lyapti degan video bo'ladi. Centrum Holidaysga kelganman. Xudo xolasa hozir Mohirbekning o'zidan bir qator narxlarni, sharoitlardan sekin tushuntirib chiqadi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamasdan keldingizmi aka? Xudo xolasa biz litsenziyali firmamiz, Centrum Holidays kompaniyasi. Manzilimiz turib turgan joyimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasi 692-uyda video olyapmiz. Litsenziyamiz nomeri 014 raqami. Bemalol ijtimoiy tarmoq, Google qolgan narsalardan ham tekshirib olishadi. Bizda standart plus paketimiz bo'ladi, 14 kun umra safari bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'lishadi aka, xudo xolasa. To'liqroq ma'lumot bersa, gastnitsa oralig'imiz 100 metrdan 300 metrgacha. Makkada esa 1 kilometrdan 1,5 kilometrga, 1 kilometrdan 2,5 kilometrgacha gastnitsa oraliqlarimiz Makkada. 24 soat avtobus qatnovlarimiz bor. Malakali 50 boshimiz billa ketib, billa keladi. Hamma Madinada 2 mahal issiq o'zbek milliy taom, Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taom beriladi. Undan tashqari Madina sayohati, Ravza, Qur'on mosmonxonasi qolgan sayohatlar o'z ichiga oladi. Makka sayohatda Makka sayohat, umra amal hamda Qizil dengiz hamda 2 marta, 1 marta pul to'lab 2 marta umra amal qilish nasib qiladi. Toyibga ham sayohatlarimiz bor aka. Xo'p, endi bizni fuqarolardan nima talab qilinadi ko'proq? Faqat birinchi o'rinda Zagran pasportlari bo'lishi kerak. Zagran pasporti bo'lsa, Zagran pasport bo'lsa, xohlasa kelishadi ofisimizga, vodiydan bo'lsa Zagran pasportlarni olib kelib, to'lov qilgan kassalarimizga to'lov qilishadi, yo onlayn tarzda joylarni bron qilmoqchi bo'lsa, Zagran pasportlarni tashlab berishadi, bank orqali ishot raqamimizga tashlab berishadi aka. To'lov usullari. Boshqa viloyatlarda bo'lsa onlayn ham bor, onlayn to'lovlari ham bemalol. 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. Agar qo'shni davlatlar ham bemalol aloqaga chiqishaveradi. Qarang, kechagida men kommentariyada o'qib qoldim, bitta oiladan 3 kishi borsak, qanaqadir imkoniyati bormi? O'zi aka chegirma qilib qo'yganmiz. O'zi ancha chegirma qilib qo'yganmiz. Telefonimizdan jiringlab qoldi. Bitta gaplashaveradi. Ezib beraylik. Minbar uzr aka telefon qilib qolishdi. Chegirma deganda aka o'zi men chegirma qilib katta noyabr oyini o'zi katta chegirma qilib qo'ygan. Ha, o'zi chegirma qilib qo'ydi. Ha, o'zi endi 5 kishi, 6 kishi bo'lsa o'zi oz-moz kelishtirib beramiz, lekin o'zi aytilgan narxda bo'ladi aka. Chunki 1200, 1150 lik paketlarda biz o'ta katta chegirma qilib qo'yganmiz. Keyin bizniki standart plus paket aka, sayohat ibodatlarimiz ko'p aka. Shuning sababli. Endi noyabr yo dekabr oylarining reyslarini aytib o'tsak, Farg'onadan 16-kuni Farg'ona Madina yo'nalishi, 17 Farg'ona Madina yo'nalishi, 22, 23, 24-kuni Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Undan tashqari Namangandan 21, 24, 27 Namangan Jidda, Namangan Madina yo'nalishi bor. 15-kuni Toshkent Madina, 22, 29 Toshkent Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Hammasini siz obunachilaringizga narxini qilib $1030 qilib qo'ydim. 1030 dollar. 1150 sotilayotgan noyabrda paketda $1030 qilib qo'ydi aka. Xudo katta chegirma bemalol aloqaga chiqishadi aka. Mana o'rtoqlar, noyabr, dekabr oylariga reyslar, narxlarni ham bir qator Mohirbekdan bir qator bilib oldik. Rahmat sizga Mohirbek. Sog' bo'ling aka. Niyat qilganlar, kommentariyga kimdan bormoqchisiz? Yozib qo'ysiz, amallar, xudo xolasa niyatlaringizga erishib borasiz. Sog' bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.